Assalomu alaykum, ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Kanadadan Guli Maqsud, Nahmaydandan taqtish qilyapman. Ya'ni Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasininki ishga qurilmasi shularni muloyiza qilib, o'sha oldingi bir haftadan yoqqa to'xtamay muloyiza xarakterdagi videolarim har kuni degidek chiqyotidi. Ko'pchilikniki qanimga obuna bo'lib, barmoq belgisi ustiga qaraganni besib qo'yasizlar, qo'ng'iroqni chib qo'yasizlar. Meniki bu texi o'tirda deymanmi? Yana nurg'un muloyizalarım amaliy isbotlar o'tirga chiqadigan shundoq isbotliq o'tirga qo'yib muloyiza shundoq so'zlamoqchi. Shu yaqinda birinchi qatimliq boshlagan videorim nima deysanglar, Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasininki muhojiratga Uyg'urlar to'pimizga olib kelayotgan ziyonlari haqida deb birinchi bo'lib bilan shu temadan boshladim. Bu temani boshlab buning ichidagi shu Kanada jamoati ichidagi parchalanishlarni misol qilib turib, saylov maydonidagi yig'indagi so'zlarni olib turib va Cumhuriyetçiler Partiyasininki nizomnomasiniki ovozliq o'zlari o'rgangan shunday ovozliq qismini olib turib, shuningdek birdan isbotlarni qo'yib, eng oldi bilan shu Cumhuriyetçiler Partiyasininki butkul muhojiratdagi Uyg'urlar to'piga olib kelayotgan ziyonlari deb boshladim. Andan keyin har xil ovozlarni o'tirib qo'yib, ya'ni isbotlarni o'tirib qo'yib, Cumhuriyetçiler Partiyasininki qilayotgan ishlari muloyizasini bir so'zildim. O'zimninki o'ylaganlarimni qaytib qo'shib, isbotlar bilan qo'shib so'zildim. Masalan, aytaylik, shu davrimizdagi Appa Xo'jaga o'xshatganlarim, shuning ichidagi ovozli isbotlar, ya'ni o'zining xosiyatli duolar sababini o'tirib chiqib, shunday partiya uchun yaralgan Najmiddin Sherifning shunday tashviqotlarini o'tirib qo'ydim. Uningdan boshqa qalami kuchli bir yozuvchi xonimimiz bordi, shuning o'xshatishi hozirgi Uyg'urning ichidan chiqqan Sunjang deb xalq orasidagi atamanlarni Liangshan ko'liga chiqqan shu Sunjangning ishlari bilan Mao Najmiddin Sherifniki partiya nomida shunday atrofiga odamlarni yiqqanligi, kimlarni yiqqanligi, partiyaniki qurilmasi, ya'ni dengizning ichidagi cho'ng muzdaqqa o'xshash ustidagi ko'rilgan kichik qism bilan ostidagi cho'ng biz bilmaydigan yoshirin partiya a'zolari to'g'riliqni so'zildim. Undan boshqa tarixda o'tib o'tgan shunday misollarni, ya'ni Zolimlar dasturi nomli kitobdagi bir qadam mengayotgan yo'llarini hozir mushu qilayotgan ishlardan bevosita shunday muloyizalarni olib berib, shu bir muncha mazmunlarni so'zladim. Endi bugungi so'zlaydigan o'tirib tarixni eslab boqaylik. Andan keyin shu tarixning ichidagi birdan misollarni Mao Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasiga tatbiqlab, shuningki ovozli uchurlari bilan tang o'tirib qo'ymoqchi. Undaq bo'lsa, leksiyarimni boshlab ketdim ko'pchilik. Nahmaydandan inkas yasanglar bo'ladi, ko'rib turman. Kitlarninki zamonida qanday bo'lgan deysanglar, oldingi videoda kichikroq qistirib o'tdim. Gitler aslida hech nimasi yo'q. Bir failed artist deymizmi? Rasm chizadigan rassom ekandik. Shuni kichikroq qistirib o'tib ketdim shu chog'da. Yonchiqida pulimi yo'q, atrofida do'stimi yo'q. Shunday qochiq bilan yuradigan shunday bir hech nimasi yo'q. Broke bir Gitler ekandik. Ashninki qanday qilib natsistlar partiyasiniki shakllantirilishini, keyin qanday nima ishlarni qilganligini yoshdan bir-birlab hozir amaliy misollar bilan so'zlamoqchi hamda shu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasininki ahvoli bilan o'sha jarayondagi bo'layotgan ishlarni sizlarga bog'lab men sizlarga ko'rsatib beray. Shundoq birlikda muloyiza qilib boqaylik. Gaplarimni anglag'ach, aql bilan o'ylab beqishinglarni, bo'libmi partiya a'zolariningki yaxshi diqqat qilib beqishinglarni. Sizlar qanday qilib partiya a'zolari shu o'zinglarning rahbari shu Najmiddin Sherif shunday cho'qinib ketdinglar. Shu sistema, ya'ni Kommunistlar partiyasiga o'xshatib baqdim. İçideki aynan Xitoylarningki chiqarib bergan qurilmalarniki Xitoychisi shu qasamnomalardan tortib aynan Kommunist partiyasiga Appa Xo'jaga o'xshatdim, Sunjangga o'xshatdim, shularni hammasini amaliy misollar bilan endi shularniki hammasi shu zolimlar dasturidagi Gitlerninki mangan yo'llariniki birdan misollar va boshqalarni muncha qistirib misollar orqali so'zlamoqchi. Boya deganimdek, Gitler shu bir rassom ekandik, hech nimasi yo'q. Gadoy deymanmi? Yonchiqida puli yo'q, atrofida do'stim yo'q, hech nimasi yo'q. Shunga o'xshash. Bu Najmiddin Sherifniki qanday qilib shu muhojirat Yevropaga men quruq qo'l kelgan, yenimda pul yo'q degan bir ovozli uchurdan boshlayman. Avval shuni birlikda ko'raylik, anglaylik. Ananki fond
Fon deganimiz bir jamiyatga qaratilganmi yoki shu pul keladigan organizasyonni qaratilganmi? Mana hozir anglayotgan ovoz nima desanglar men shu Najmiddin Sherif o'ziniki meni partiyaga kirgizish uchun so'zlagan ovozlar anandiki meniki savollarim ayni chog'da men savol so'ragan chog'dimi shundoq aniq tushunmaganlarimni aniq ko'chalab so'ravergandan keyin ya meni partiyaga cho'qim kirgiza olmayman deb ishonch qilib ketdimi shundoq partiyaniki ishki qurilmini ortiqroq so'zlab qo'ydi shu chog'dagi bir narsani hozir o'tirib chiqarib sizlarga tahlil qilib beryapman isbot bilan so'zlasin deganlarga mana shundoq isbot bilan so'zlayman undagi foundation undagi fond nereden keladi u Nobel Foundation o'xshaydi bizim fond qo'shgan qarindoshlarimizning va chet el istixborotlarimiz bergan yordamlarni bu fond qo'shamiz. O'sha bir qisqarib o'tib ketay. Men Yevropaga quruq qo'l kelgan deydi emasmi? Anandiki mayadiki degan gapini men shu cho'ng yolg'onchilik deb tema qo'yib so'zlagan videomda mana shundoq cho'ng yolg'onchilik nima desanglar shunga o'xshash chet el istixborotlarning bergan puli. Buni yolg'onmikin desam rost o'xshaydi. Ondan keyingi kelgan inkaslardan, shundan keyin kelgan uchurlardan his qilishimcha, shu ayni vaqtda partiya yangi qurilgan vaqtda shu kelish manbasi aniq bo'lmagan pulniki sababidan partiyaning ichida shu atrofga yig'ilganlar bir qismlari chechilib ketgan ekan. Pulning nereden kelganligini bilmay turib biz qanday bir ish qilamiz, nereden kelgan pul deb. Hamda shu chog'dagi men degan mushu gaplarni misol qilsam, istixborot, chet el istixborotlarniki bizga bergan pul deb. Aşağı degan yeri bor. Andan keyin shu a'zolarniki puli o'zim men Yevropaga pul yo'q kelgan deb mushu Gitlernikimichu hech nimasi yo'q deb buniki bu quruq qo'l Nasistlar partiyasini tiklab chiqqan oxirida qilgan ishlarni bilsizlar-ku ashunga o'xshash Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasining bu rahbari Yevropaga quruq qo'l berib qandoq shu partiyani shakllantirganligini shu Gitler zamonidagi shu Nasistlar partiyasiniki shakllantirishiga o'xshatib ashundagi o'xshamdi sizlar men so'zlay o'xshamdi sizlar bir narsa deb yapinglar Avazını davamlı anlaylı. Bu fondni biz ticaret salamiz. Bizga nəhayət az çıxıdığan ticaretni tozlab turib salamiz. Şunun bilan bu pulning biri yo'qmaydi, bunun foydasini partiyaning chiqimlariga ishlatamiz. Fondning ko'payishiga esa bundan kirgan foydami ko'paydi, partiyaning chiqimlari ko'paydi. Ammo bu fondni yaratmaymiz. Fondinki kelish manbasi yana deydi, bo'lmadi ma'lum bir yerdan kelamdi u yoki balla Aşı partiya a'zolarining ularniki to'laydigan partiya badal pullari bormi? Yo'q, badal pul bor. 500 euro, 5 euro bo'ladi. Bir odam 1000 euro chiqargan u kim u qurultay hozirgacha 5 dollar so'rab keldi bir odamdan shuni chiqaradigan odam yo'q. Siz bir odamdan 1000 eurodan chiqarg'izmoqchimi? Qurultayning pul yig'ishi bilan o'ziniki pul yig'ishini solishtirib, deb maqsad bilan so'zlagan so'zlar bor. Buni ilgirki videolarimda anglaysizlar. O'sha Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasi haqida tizib qo'yilgan bir qator videolar boshlanishdan o'zinglar ko'rib olinglar. Ma'ni qayta bu yerda takror tinqilishimdagi sabab nima desanglar, bugun so'zlaydiganim shu Nasistlar partiyasining shakllanishi bo'lgandan keyin ovoz isbotini qo'shib so'zlar aytib Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasining shakllanishi va Gitlerning shu davrda qilgan ishlari quruq qo'l tiklagan partiyasi ya'ni Mabud Najmiddin Sherifniki o'xshash Yevropaga quruq qo'l kelgan hozirgi ovozlarni isbotlab o'rinda qaytadan takrorladim shu quruq qo'l men Yevropaga quruq qo'l kelgan Anın içindeki anın şu çetel istihbaratları pul bergen degan gap. O gapni onun yağamikin deysem şu bağ gaplarken o ameliyatim yüz bergen işlerken etrafıdan bir muncha adamlar çechilib ketganken şu çağda kelishman bas aniq bo'lgan bu pul bilan bir biz bir ish qilmaymiz deb partiyaning atrofiga kirmaganlar borkan shu chog'da ananiki mashina savdosini kishi bo'lmay aniqlam yolg'onligi aniq chiqib turdi. Onu yolg'onmi rasmi o'zinglar bilinglar. Shu savdo ishlari rasmi yolg'onmi deb video chiqargan bir nimamdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Nasistlar partiyasiniki shakllanishida ketlar mashindaq. Birinchi dunyo urushi mazgilida birinchi dunyo urushi oxirlashib bilan shu ish izlab yurgan chog'lari uniki shu pul yo'q rassom. Keyin boshqa bir partiyaga nima kirgan istixborot xizmatini qilman deb kirib istixborot xizmatiniki
vazifasini o'tab yana bir klubga xalqlarniki boshqa bir partiyaniki siyosiy o'rganishini shunday tinglashga evatgan chog'da shu yerga berib boshqa bir partiyaniki odamniki a'zolariga o'tirg'i chiqib o'ziniki bir yuksak shu Germaniyaniki keyingi bir shu yuksak bir nimasi orzusini bir qisqa nutq qilib so'zlaydi shu chog'da so'zlagandan atrofdagilar cho'qchiliklar shu chog'da tuyuqsiz shu o'tirg'i chiqib shundoq ketlar tuniladi xuddi bu bizniki Sharqiy Turkiston Cumhuriyetchilar Partiyasiniki ekranga chiqib shundoq bir plan partiyaniki planni o'tirg'i chiqqandan keyin bizniki nurg'un har bir videoniki ko'rilishi hatto 10 mingdan oshib ketgan videolarniki ko'rilishi bog'i deyman 5 ming 6 ming har bir video chiqishi bilan shunga o'xshash ketlarmi shundoq o'ziniki vazifasini o'tash jarayonida boshqa bir partiyaning ishiga berib shu yerda tintimash qilaman deb berib oyadagi odamlarga nutq so'zlab xuddi shu ekranda so'zlaganga o'xshash ketlarmi shundoq so'zlab berib bir nom chiqarib ketganda shundoq shu o'ziniki strike deymiz shundoq to'nilgan endi bularninki shu o'tirg'i chiqib to'nilishida o'zini qandoq ko'rsatgan deganda man uni shundoq har bir zolim o'zini tunishtirgan chog'da bir xosiyatli kuch tarafidan evatilganligini aytib misollar ilib so'zildim bu najmiddin o'ziniki shundoq o'zi qandoq qilib shu Firavnning qasridan qochib chiqqan Musoga o'xshatganligi undan boshqa misollardan Saddam Husaynninki Allah tarafidan Iroqni boshqarishga evatilgan bir rahbar deb evatilganligini o'zininki talay qatimla o'limdan qutulib qolganligini shundoq bir xil g'oyaviy kuch tarafidan o'tirg'i chiqarilganda bu ketlarniki shundoq o'xshash bir hikoyasi bor ekan shu Birinchi Dünya urushi mezgilida yana 18-yil oxirlashgan g'oz qolgan chog'da 19-yil shu oldingi saf naq maydonda shu sabdoshlar bilan shu urush bombalar portlayotgan yerda sabdoshlar bilan o'tirgan chog'da bankerlar bor shuning ichida o'tirgan chog'da bir g'oyibdan bir ovoz kelayotgan bu gitlarga move ya'ni mang yetkel degan ovoz shu bir g'oyibdan kelgan ovozniki ta'siridan o'rnidan turiblar mangan aman turayotgan yerga bir bomba tushadi ekan atrofidagi butun sabdoshlari hammasi shu vaqtning o'zida o'ladi ekan bu gitlar saqoladi ekan shunday g'oyaviy kuchniki ta'siridan undan boshqa misollarni oldim North Korea shu Shimoliy Koreyaniki shunday rahbar tug'ilgan vaqtda shu qishniki tuyuqsiz yozga aylanib ketishi gullarniki ichilishi Hasan Husayniki paydo bo'lishi osmondan shu yulduzlarni kesib o'tganligi degandek shunday nimalar bor shunday misollar bor shundoq misollar bor bu Cumhuriyetchilar partiyamizniki bu Apa Xo'janiki qilayotgan ishlariga o'xshash shundoq o'zini Alloh tarafidan evatilgan partiyaning ishini qilgan evatilgan shundoq chiqqanda buniki ovozini ko'rsatdim o'sha yerda yana bir qisqa alam qo'shib o'tib ketay shunda ekranga chiqibchu bir to'nilish uchun haqqa shuni bildirish uchun har bir zolimniki qilgan ishi shundoq ketlarmi chiqib so'zildi shu istixborot xizmatini qilayotgan asli u yerda berib boshqa bir siyosiy o'rganishlikka boshqa bir partiyaning ichiga bir nutq so'zildi andan keyin o'sha yerda boshqalarni misolga ilib kichikini qo'shib qo'yaymi o'sha yerda man hozir ketlarnikini so'zildim-ku bu ketlardan boshqa yana o'shaning o'ziga ham yozib boqay Libiyaning Gaddafi deb kirgizsam ma esinglarda bormi ma odam esinglarda bormi bu bek zolim bumu shundoq bir zolim butun hayoti bo'yicha shu ayol muhofazatchilar qo'shini qurib ayollar armiyasi qurib shu sexual assault qildigan shundoq bir zolim bir nim bor bu shu o'tirg'i chiqqan chog'da qanday qiladi deysanglar o'tirg'i chiqqan chog'da o'tirg'i chiqib shu leksiyani so'zlagan chog'da butun nimasini shundoq bir powerful ya'ni zolimlar dasturidagi ikkinchi qadam bor bir scapegoatni tanlab o'tirg'a chiqib berdi degan u shunda leksiya so'zlab buni shu western shu g'arbliklarga ortib qo'ygan o'ziniki davlatidagi qiyinchilikda bo'layotgan yuz berayotgan masalalarni u nutqidan keyin darhol bu odam shu butun davlatniki bir hero shunga aylangan shu bir so'zlagan nutqi bilan Hitler shundoq yana bir partiyaning ichiga berib kichik qisqa nutq so'zlaydi shundoq qaltis so'zlagan bo'lib ovoz yuqori chiqqaniki bizningki bu natsistlar partiyasiga qarab shuni taraq qilib ketayotgan nimamizmi
Najmiddin Sherif'ninki motorga ekranga çıkıp sözligini. Şu aşında bütün Uygurlar tarafından o partiya kurdu diken, partiya muşunu kurup vatanımızı mustaqillik berdi diken teşvikatlar var bu. Şu çıkan. Her birisininki okşaş. Onun başka ma kimimi var? Misalan tam koşup sözley bugünkisi aş tahminen bir saat atrapıda buldu köpsek altında koyay. Şembe bolgan eкен, abtahir bolgan eкен vaqtını açıqraqdı dep oylayman bu. Vallahi biyaniki diktatör zalim bir nemisi. Ondan başka Uganda'da kırgızistan nemi çıkı degen qarab qo'ya. İsmi Idi Amin deydigan. Onu esinglarda bormi? Mushundaq bir zalim batdi. Bu mashundaq leksiya so'zlaydi. Buning o'tirg'i chiqib bergan scapegoat nima deysanglar? Angliya mustamlikasi shuni ayblab o'tirg'i chiqarib berdi. Former colonial Britain deymizmi? Şu Angliyaniki mustamlikasi ostida Hindistondan nurg'un odamlar o'ziniki davlatga ko'chib kelgan, nurg'unlagan do'konlar, cho'ng savdolar, Hindistondagi savdogarlar Ugandada o'tiraqlashib qolgan shularning qanqa shuni o'tirg'i chiqib bergan. Mushlarning qashna o'tirg'i chiqib so'zlagan leksiyalari, shu o'tirg'i chiqib tunilish yoshindaq. Bu ketlarniki hozir so'zladim, misollarni qo'shib elib qo'ydim. Gaddafi bilan Adi Amin degan shu ketlarimiz şu bizniki bu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi rahbari bu şu ekranga chiqib birinchi bo'lib atanglar ketlar mashindaq taslibi dashindaq ishni boshladi. Najmiddin Sherif mashindaq ishni boshladi. Qolgan zolimlarniki ishni boshlashi mashindaq o'tirg'i bir chiqdimi? Ananiki ma'lum bir vaqtni ko'zlaydi. Her zaman, her daim, her qaysi devletlerde kişiler şundaq açıqı bir işlarniki hal bo'lmayotganligi sababidan xalqlar o'tirda shundaq chiqadi ku. O'ziniki hukumatiga qarshi degandek. Bizning hozirgi ahvolimiz shu. Vatanda yuz berayotgan zulm, irqiy qirg'inchilik shu yuz berayotgancha har qanday bir davlatda shundaq bir zolimlarning o'tirg'i chiqishi oldida-chu, men shu ishni qila olmayman deb o'tirg'i chiqqan bor-ku. Her daim ananikin biz adamlar, insanlar özümüzge bir başlık tep yürüyüşke amraq biz. Her daim birisini açık koyumuz, şunun hakkının əgişimiz başında. Meyli kiçik gruplar olsun, meyli çoğun gruplar olsun. Bizimki Kanada cemaatinin başında AKP'nin 2 xıtım, yani 2018-yili ve 2022-yili saylan boldu. Her daim bir faaliyetler olsa, şu bir eylemki kendini şununki uğurlaştırışıga, şununki faaliyetlerine, Novruz, Yeni Yıl, bu faaliyet, namayiş, aşındaq faaliyetlerge, aşındaq bir kimlerninki kendini ergişimiz. Aşındaq okşaş hem devletlerde aşındaq ma'lum bir zalimlar o'tirg'i chiqidi. Kim kuchlik bo'lsa, kimni kuchlik deb qarasa, shunun kendini ergişidi. Hozir bu Najmiddin Sherif o'tirg'i chiqib, 3 yil bo'ldi hozir mana. 3 yil bo'lib men ishni qila olmayman. Partiyaning shu planimiz mushtaq deb o'tirg'i chiqqandan keyin amaliyoti bo'lsa shu sistemninki barpo bo'lishi Xitoy kommunistlarning chet elda qurib berayotgan muhojiratga Uyg'urlarni parchalash, yetim qoldirish shu partiyalar bilan yuz berayotgan. Anankin buningdan burungi shu Gitlerninki zamonidagi natsistlar partiyasiniki dastlabki shakllanganligida shundoq. Bular shundoq qadam-qadamlar bo'yicha mavdu. Hozir Cumhuriyetçiler Partiyasi qurilgani qancha yil bo'ldi? 3 yil bo'ldimi? 3 yil bo'ldi. O'tirda bir muncha bizniki jidallarimiz chiqdi. Endi jinslar jidali, u jidal, bu jidal, shu mustaqil chapnomchi degandek shunday jidallar chiqdi. Har qatam shunday qiyinchilik bir o'tirdi yuz bergan vaqtda, masalan, boshqa davlatlarniki shu siyosiy sahnasi, iqtisodiy ahvoli nacharlashgan vaqtda o'tirg'i birisi chiqdi. Har birisi shu o'ringa chiqib ishlan qilishni ilgari odatda uzun mazgil ketadi. Saddam Hüseyin shundoq. Saddam Hüseyin qancha yil? 10 yil atrofida shunaq Secret Service o'ziga shu loyal, o'ziga sodiq bo'lgan bir shunday qurilmani tuzash uchun 10 yil ketadi u odamga. Undan boshqa yana necha yillar ketadi? Stalinmi 7 yil. Stalin 7 yil,
Leninning atrofida yurgan shu Rossiyaning otasi deb nam olgan. Leninniki keyindan yurib, ashuniki ishlarni qilib yurib, ashundoq. Onun başqa Baykalga qapqara Ugandaniki shu zolim rahbarim o'shu. O'mu yana bir qabilaniki shu o'ziniki oldidagi prezident bor-ku, shu rahbarniki yanada yurib, shundoq uzun mazgil shundoq tayyorlab ketdi. Bularga 10 yildan, 7 yildan shundoq uzun bir mazgil o'ziniki bir sistemasini barpo qiladi. Bu Cumhuriyetçiler Partisi'niki Najmiddin Sherif partiya qurishdan ilgari qanday qiladi? Sürgün hükümetlerinin içinde bir mezgil jüriydi. O yerga katip bulup, bu yerga katip bulup, yuşurun alatta tehi ismi, cismini aşkarlamayın. Onunki videosunu bir çıkardım. Partiya, şu sürgün hükümetinin yığınındaki içindeki gepler bulungan geplerdi mi? Aşındaq çetelge çıkıp, başka bir partiyanın, başka bir hükümetin içinde jürüp, muhaciretini bir közüdü. Anandakin vakti peyti pişip bitilgen çağda, oxşaş Cumhuriyetçiler Partisi dep oturmuşunu kurdum dep çıkardı. O'tirg'i chiqqandan keyin eng oldi bilan atrofiga sodiq odam to'playdi. Sodiq odam to'plagan chog'da Gitlerni misolga olaylik. Gitler chiqqan chog'da qanday bo'lgan desanglar, qani Google'ni yana ochay. Gitlerning yanidagi odam Hitler desam tang chiqamda chiqmasman qarab boqay. Gitlerning yanidagi nim qilib bergan odam borku, mediani boshqaradigan ismi kimdi? Joseph Goebbels deb ataladigan ismi. Yani bu adam bu Goebbels degan Joseph Goebbels degan shu chog'dagi cho'ng mediani boshqaradigan, shu radio stansiyalar bilan ishqilib, shu taqadigan xabar newspaper bilan shularni boshqaradigan odam deydi. Shu odam medianın küçününki qanchalik ekanligini oldan bildi. Bir qatimliq nutug'ida, ya'ni Gitlerninki nutug'ida qanaqa qiladi desanglar, shu Gitlerninki nutug'ini anglab shundoq ishinadi u odamga. Gitlerga ishinadi, shundan bilan berib qo'l berishib, ko'rishib, shundan bilan ishkisi. Birinchi bo'lib loyal bo'lib setib olgan odami, setib olgan desam qanaqa bo'larmidi? Ish qilib shunday odam nima deymiz, eng sodiq. Birinchisi shu mediani boshqaruvchi. Bizniki Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi'niki birinchi bo'lib qo'lga kirizgan nima? Bizniki xolis xizmat qilib kelayotgan bir ekranimiz bor. Ilgari shundoq yaxshi deyim. Men bak qo'llaydim. Shu naq maydon ko'rayotgan suhbatlarning ichida burungi videolarda shu burungi necha yil ilgarigi suhbatlarda shu odatda YouTube'ga inkas qo'shadiganlar emasdi. Shu men to'xtamay bir narsalarni yozib yo'q. Qilib bara YouTube'ga nurg'un Uyg'urlar chiqib shu naq maydondan inkaslarni yozgan bo'ldi shunaqku. Shuningki 5-dagi aniq ochiq oshkor ifodalangani nima desanglar, partiya a'zosi qilib olgan birinchi bo'lib shu ekranni. Oldin yana bir qismi savol sordi. Partiya a'zosi yolg'izsizlanmadi. Mana Ahmadjon afandim o'zingizning partiya a'zosi. Partiya a'zosining optik shaklda o'tirib chiqadigan bir programmasi yoki bir nima bo'lsa, uni ikkinchi chiqib biz hammadan resmisini chiqay. Gitlerning yanadagi shu mediaga mas'ul odam mana shu. Bu odam intayin sodiq. Hatta o'zininki hayotini Gitler yo'q tasavvur qilmaydi, shunchalik ishinadi. Gitlerning yanadagi shu media boshqaradigan odam. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgan chog'da qanday qiladi? Yer ostiga kirib tushib, hammasi o'zini o'ldirib oldi-ku bular. Bu shu odam o'ziniki 6 bolasi bilan ayolini zaharlab o'ldirdi. Chunki u o'zini Gitlersiz bir hayotni tasavvur qilmaydi. Onundaki sodiqlik qashundoq. Bu yerda so'zlamoqchi bo'lganim faqat shu mediani boshqaradigan bir odamni birinchi bo'lib qo'lga keltirib olgan Gitlerninki. Shuni o'zimizniki Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisiniki ma'munda qilgan ish deb, shuni birdan solishtirib beqo'lasizlar. Gitler zamonida bu chiqdi. Men boy degandek uzun yillar ketadi har bir shunaqa zolimniki bir tayyorlik bosqichi bo'lish uchun. Hozir atrofida nurg'un yoshirin a'zolar bor. Kanadada bor, Avstraliyada bor.
İşte yuşurun. Bizniki ko'rayotganimiz Mustaqning ustidagi kichikkina qismi, ostidagi g'oyat zo'r partiyaniki qurilmasi butun muhojiratni bir xil to'rlashtirib, shu kontrol qilman deydigan nemizda shu sistemada taraqqiy qilib ketib, buncha nurg'un yuşurun a'zolar bor. Aşkarı çıkanları mandak özleri oturuğa çıkmış natabdı. Pidayı karindişimiz mana partiya a'zosi deb o'chiqdi. Ondan başka oturuğa resmen aşı emmisi muşna Komünist Partiyasınikini qasam qilib birden chiqib turdi. Men oturuğa chiqib so'zildim anandikin. Mecburen Şerif 100 yıllar ilgari Xitoy qilgan 1921-yili partiya qurilgan Kommunistik partiyasi Xitoyda. Shu chog'da mushundaq qilib qasam berdigan 100 yil ilgari kishini Mecburen Şerif Uyg'urlar qilg'izadi deb so'zlab chiqqandan keyin to'xtab qoldi yanandikin. Hamsi yushurum qasam berdigan bo'ldi, o'tirg'i chiqib bundaq videolarni qilib ishlaydigan bo'lmadi. Endi hozir so'zlayapman, meniki bu Cumhuriyetçiler Partisi haqida so'zlaganlarimniki davomlashtirishim hozir chiqqandan keyin partiyaniki ekrani to'xtab qoldi, voy birdan to'xtab turaylik deganda men hozir shu o'zimniki so'zlayotganlardan ta'sirdan deb qarayman. Balkim shundaqdir yoki balkim emasdir, faqat o'zimniki farazlarim, muloyislarim so'zlaydigan bo'lgan keyin o'shan ketib qo'shib so'zlayman ku. Meninglar emas, nurg'un chet elliklarniki shundaq so'zlab o'tirib muloyiz qilgan kanallari bor. Masalan, aytaylik, maxsus Xitoyning ichidagi nima qilgan sensor, shu Xitoyni so'zlaydigan shuna yaxshi sarpans kim degan kim birning ismi harakatimni uzildirmay ko'rib turman. Shunday YouTuberlar bor. Uyg'urlarimizning ichidagi YouTuberlardan misol olsak, shu to'qima Xitoycha kundudagidek hozir bo'layotgan masalalarni, Xitoyning ichidagi ishlarni chiqib so'zlaydigan intizor Amerikadagi u bola bor. Shunday so'zlaydigan o'xshash Uyg'urcha programmalarimiz bo'lsa, Uyg'urcha YouTube bo'lsa so'zlaydiganlarni men bor chiqib so'zlayapman. Men bu mushuklarga o'xshash undaq asolatcha xalqningki buyrug'ini qabul qilmaydiganlardan men undaq qisib eling degan gaplarni qilmanglar. Buni atliki sham kuni so'zlayman. Maxsus inkas shu naslashib ketayotgan partiya a'zolariniki shu tarafga qarab yuzinayotgan partiya a'zolariniki qanchalik kommunist inkaslarni yozdiganligini mayli Facebookga mayli o'zimniki YouTube kanalidagi shularni ko'rsatib turib ata so'zlayman. Tamam, davomlashtiray. Natsistlar partiyasiniki shakllanishida. Dedim bu har birsinikini misol qildim. Qanchalik vaqt Stalin 7 yil Leninning keyinda yuriydi. Shu Rossiyaning otasining qishidagi eng yaqin odam bo'lganligi oxiri qanday qilib Leninga o'zining butun Sovetniki rahbari qilib chiqarish jarayonida shunchalik uzun vaqt. Bayqi Idi Amin degan qapqara diktator bor-ku, o shundoq dedim bir qabil o'ziniki oldidagi nimaning keyinda yurib, shundoq kuchlanadi. Bag'dodningki qassobi deb atalgan Stalin shundoq odamlarniki shu o'ziga bo'ysunganligini qiladi, o'ldiriblam. Shu jasini poch qilib uyga shu kofenniki ichiga silib yotib berdi. Shundoq bir zolim. U shundoq chiqishdan ilgari, uning ilgirki ismi kim dey xudoyim nima Bakir. Shuning oldidagi prezidentning ismi. Shuning yanida 7 yillar yuridi. Hitler bo'lsa, u nimalarni qabul qilmaylam, bu darslikni deyman. Zolimlar dasturidagi bu darsni qabul qilmaylam, bevositala shu o'tirg'i jump sahrablam tushdi. Natsistlar partiyasini shakllantirdi. Andan keyin bir kun tuyuqsizlam qanchinchalik u, bir yillik bir qilayim qanchalik chiqirdi u. Taxminan o'zi shu nimaga chiqish, o'zi butun shu Germaniyaniki absolute power, eng powerful adam bo'lishniki 15-16 yil ilgari Natsistlar partiyasini shakllantirib bo'liblam. Uning o'xshash bara asta mana atrofimda to'plamaylam bu shundaqlam jump to'zigan deymanmi. Chiqib bir qilayim qanchalik chiqildi. Shu chog'dagi Germaniyadagi siyosatchilarga hujum qo'zg'aydi bir ko'chada. Qo'zg'agandan keyin uni nimalar bostirdi, soqchilar bostirdi, Hitler turmaga kirib ketdi. Turmada bir 9 oy yotamda, xudoyim turmaga kirib ketgandan keyin shu necha vaqtdan beri to'xtamay Natsistlar partiyasining shu nutqlarini so'zlayotgan tuyuqsiz yo'qolib ketgandan keyin hatto Amerikaniki New York Times shu joylarda mana xabarlarga chiqib political life siyosiy hayotdan butunlay yo'qoldimi degan temalarda shunaqa maqolalar chiqqan shu chog'da. Chiqib ekan to'q. Rost degandek bir mazgil Hitler yo'qolib ketdi. Najmiddanniki bir mazgil yo'qolib ketgan vaqtlar bormi? Bor. Nima? O'tirdim shundoq menga o'xshash bir kimlar o'tirib chiqib so'zlagan chog'da. Anandiki neliqi
nima qilmagan kelish manbasi aniq bo'lmagan pulni boshqalar so'ragan chog'da ashundoq bir mazgil ashundoq to'xtab qolgan ishlar bor. U Gitlermi ashundoq qanchınchi yili u yil soni esimda qolmabdi. Ashundoq o'zi shu Germaniyaniki shu Gitler bo'lishdan ilgari, Adolf Hitler bo'lishdan ilgari ashundoq shu bir natsiz partiyasini qurdi. Atrofim shundoq kuchlik meni qo'llaydiganlar jiqtab o'tirib chiqib siyosiylar qarshi hujum qilgan chog'da soqchilar bostirib turmaga kirib ketdi. Turmadan chiqqandan keyin bir mazgil yo'qolib ketib, keyin yana paydo bo'ldi bu. Bir kitob yozdi. Meningki qiyinchiliklarim, uniki nimti xudoyim, My Struggle deydi inglizchadan. My Struggles deb bir kitob chiqardi ekan. Andan keyin asta-asta shu partiyani yana kuchlantirdi, bu yana atrofiga odam to'plab kuchlandi. Bizniki bu partiyaniki hozir atrofiga odam to'playotganlarni o'ylab beqinglar. Sizlar o'qimaysizlar qachon? Eng oxirgi Fidoylar ekrandagi eng oxirgi nimani ko'rib beqinglar, qaytadan ko'rib beqinglar. Shuning ichidagi xonam deyilgan gaplarninki gap so'zlari aynan shu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetchilar Partiyasiningki shu nizomnomasidagi gap so'zlar, tashkillanishimiz kerak, anaqa qilishimiz, bunaqa qilishimiz kerak deganlar butunlay partiyaning ideyasi. Shuningga dedim-ku, Kanadada mash jamiyatning ichidan yana bir jamiyat ayrılib, hozir yangi bir tashkilot qurildi, federatsiya deb. O federatsiya shu men o'ylaymanki, shu partiya Sharqiy Turkiston Cumhuriyetchilar Partiyasiniki Kanadada rasmiy qonunli qurilganlik tegashliq bilim. Buning ichidagi atrofidagi shu odamlarniki inkaslarini deganlar hammasini men adlik o'qiyman, yasham kuni yana bir uzunroq bir programma bo'ladi. Yana bir ne o'qib boqaylik, qarab boqaylik. Ashunday ishlar yuz beradi shu. Gitler zamonida shunday bir mazgil yo'qolib ketdi, yana qurildi, yana chiqib atrofiga yana odamlarni davomli to'plab birdan kuchayadi bular. Gitlerga kelsam, bir mazgil turmaga kirib chiqdi, yo'qolib ketdi, yana kuchlandi, yana atrofiga davomli odam to'playdi. Sodiq odamlarni to'playdi. Mayli yushirin, mayli oshkora bo'lsin. Buning ichidagi sodiq odamlarniki biri dedim, bu eng sodiqi shu mediani boshqaradigan, ekronni boshqaradigan, radio, xabar, o'zlarini shunday gazet, jurnallarni boshqaradigan shunday bir kim ismi Joseph Goebbels deydi ekan. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgan vaqtda 6 bolasi bilan ayolini zaharlab o'ldirgan, analikin o'zini o'ldirgan. Shunday bir sodiq biri. Ashning o'xshash atrofida sodiq kishilarni to'playdi. Andan keyin qanaqlar bo'ladi? Ish qilib bir mazgil saqlaydi bular. Yana ma'lum bir jidal chiqadigan. Germaniyaniki bir mazgilda shundoq prosperous times deymiz. Hamma odamlarniki, ayollarniki huquqini shundoq qo'llangan, shundoq bir yaxshi bir golden time deb ataydi ekan u mazgilni. Shundoq bir mazgil bor. Shu mazgil o'tgandan keyin odatda yaxshi zamon, yaxshi kunlar degan uzun davomlashmaydi. Har qanday bir yaxshi bir mazgilniki bir oxirlashidi. Andan keyin bir nacharlik boshlanadi. Keyin bo'ldi. New Yorkdagi shu paychek bozor tushgandan keyin butun dunyo ta'sir qildi. Germaniyaniki shu chog'da shu qattiq ta'sir qilgan chog'da o'tirgan yana u Gitler qaytadan o'tirib chiqdi. O'tirib chiqib yana qo'zg'aydi. Bizniki Uyg'ur jamoatimizning ichida qanday bo'ldi? O 2009-yili UHRPniki shu bir dokladida undaq bo'lgan degan gapni o necha yillardan keyin anonkin o'tirib bir jidal chiqdi. Bir jidal kuchaygandan keyin Sharqiy Turkiston Cumhuriyetchilar Partiyasi o'tirib chiqdi. Boshqalar bilan hammasi bilan hamkorlashib yurib bayonotlarni berdi. Ashundoq bir jidal mazgili bu zolimlar uchun bir yaxshi fursat. Shular shu fursatni ching tutdi. Bizniki Uyg'ur bu partiyamizdagi qilayotgan ishlar bilan Gitler zamonidagi shularni solishtirib beqinglar. Uning ichidagi odamlarni, hozir tarixdan misol olgan odamlarni ularni bir solishtirib beqinglar. Ashunday ishlar yuz beradi. Andan keyin nima deymiz? Shu qalaymanchiliklardan foydalanib o'tirib chiqdi. Bayonotlar bilan berdi. Boshqa zolimlar shundoq. Gitlermi shu zamonning o'zidagi boshqa partiyalarni shularni aybladi. Nimaga chiqqandan keyin, huquq o'rniga chiqqandan keyin Yahudiylarni aybladi. Ashunga o'xshash. Shimoliy Koreya shundoq ayniqsa ayblaydigan o'tirib chiqqandaqsiga nima desanglar,
Yapon armiyasini düşman qilib chiqarib berdi o'ziniki xalqiga, Shimoliy Koreyaniki xalqiga, bizniki hozirgi mushunaq xalqning ichida bo'layotgan shu masalalarniki tub sababi Yapon askarlari deb qaraydi. Shunaqa o'tirg'i chiqarib berdi. Idi Amin qapqara o'mushu nim dedim. British colonial, former colonial. Shuna ayıplaydı. Anınkina Gaddafi degan o'mi bor. Libiyaniki nemsi o'mashda g'arbliklarni ayıplaydı. O'zining davlatida bo'lgan masalalarniki tub sababini g'arbning shunday xalqqa ta'sir qilishi deb ayıplaydı. Bizning Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçilik Partiyasi bizning hozirgi qiyinchilik mazgilimizda nima bo'ladi desanglar, kimni ayıplaydı? Burunqi tashkilotlar, burunqi nimalar undaq degandek ayıplaydi-ku. Ashninki keyin bu ekranga chiqib sizlarga videosini bir ko'rsatayman. Videoni har qancha qilib bu nahmedan taqtilgan nimaning ichiga kirgizamdim, shunga faqat ovozini anglaysizlar. Hozir ovozini qo'y qandoq qilib bu partiya Dunyo Uyg'ur qurultayini bir narsa deganligini shu nimadan ko'rsatib qo'yasizlarga ovozdan. Buni kafolatlandirish uchun bizning taqdimimizni turibdi mayada qonunliq. Bizim bir qonunliq organ bo'lganligimiz uchun sen birdan-bir emas, bizmi bor deyish bu bizning majburiyatimiz. Mavayliqi birdan-bir deganga qarshi chiqyapti ekan. Hech kim sizlar qarshilarmi? Birdan-bir da'varinglar, da'vatsizlar-ku, birdan-bir mustaqillik qilib beradigan yo'l yo'l shu partiya yo'li shu deysizlar-ku. Oshunga o'xshash sizlar boshqalarnikini uni qima deb uni birdan-bir deganni evat deb aloqalashganlar. Ya birdan-bir degan gapni biz o'chirish uchun hali diplomat aloqalarni qilib qo'ydik, ammo hozir qadar hech kim bunga bir ijobiy javob bergan bo'lmadi. Qurultayning ichidagi birdan-bir degan gapni elvitinglar deb aloqalashdinglarmi? Albatta xalqni undaq qil desanglar, albatta unda bo'lmaydi. Meni mushtabda so'zlama deydi, Alloh qilib ol deydi, Alloh bor chiqyotidi. Ko'stib turib so'zlayman ularni. Unda xalqni birdan-bir qurultay deydi-ku, aniq javobini beribdi. Sizlarmi danglar? Sizlarmi birdan-bir danglar qani? Sizlar shundaq butun dunyoga, Uyg'ur xalqiga va butun dunyoga, xalqaroga Aşındaq özünlərini tunuta alsanglar, biz sizlərinin yanınızda bulunuz yoki musaşıca bizdən eşib kitinglar. Sizlərmi birdən-bir dəveringlar dedi-ku. Aşınga o'xshash bu xalqniki organization görüp undaq uni jur'at olmaydi. Bu sizlarniki chiqarib qani oyog'imda omlashtiray. Aşınki javobi bizga chiqarib berganingizga goat birden-bir meseleyi yapın, itiraf kılışınız gerek. Ya ki siz kurultayken namınıza layık iş kılışınız gerek. Hazır demekçi oğlumda Dünya Uygur Kurultayı allı burun kurultaylı karakterini yokatkan bir teşkilat. Bir kişilik faaliyetini ilgili sürüvatkan, darlık adına toplanan teşkilat, belki o teşkilatkan nurgun işler başka yapılanması mümkün. İtiraf kıladigan iş kılıp, etrafaga nurgun güçlük, nurgun iktidarlıklar toplanganlık ne? Vatandaki halkı yetkizgen faydaziyan noktasıdır. Ve müstakillığımızın meselesiyle epeytine hazır bu artık davran. Bir şey diyene bir doktay degen gibi mulayız kıp beray sizlerge. Aldığımki videoda ben sizlerge Amerika'daki doktor Mehmet Emin'inki bir leksiyasını anlattım. Baştan içindeki taktikalarınki biri nimo deysanlar şu. Düşmanınki malum bir neydi? İşkılıp bir küçükkene bahanınki yo'q bo'lgan xatarni xalqlarga mushundoq xatar bo'ldi deb cho'ng ko'rsatish. Ashuna bir taktikasi bor. Ya'ni siyosiy psixik monopolligi deb butun kollektiv monopoliq bor-ku. Ashunday bularniki taktikasi nima desa, masalan shu indigenous qilibdi, shunga biz mustaqil bo'lolmaymiz deganni o'tirg'a chiqib shuni ashunday bir nimani yo'g'on o'zra Najmiddin Bakrak what so'zlaydigan bo'lgan ekan kelim qurib qoldi ekan uzoq hech bo'lmay shu to'rdiki tavotgan hujumlari to'g'ri bir hisobda what xotin Alloh baloyingni beradi deb qo'ydim what so'zlayapman lekin so'zlaganlarim hammasi amaliy tarixda bor materiallar ketlarni kishilarni so'zlayapman o'zimizning ichida haqiqiy bo'lib o'tgan yuz bergan ovoz qilishni o'tirib qo'yapman. Gapimdan kelgandim. Kollektiv psixik monopoligi ichida, ya'ni o'zi o'tirg'a chiqqan shu nimaniki bir ideyaniki shu nimasini elib keladigan ziynni g'oyat zo'r deb boshqalarniki shu butun Uyg'ur muajiratda bir xil ansirash qo'rqish paydo qildi-chu. Nima desanglarmi shu ketlar zamonida shundoq
vaziyat nacharlashgandan keyin, iqtisod nacharlashgandan keyin nurg'unlagan unemployed ishsizlik ig'irlashgandan keyin har doim bir yerdan shu bir kim o'tirg'i shu kuchlikroq chiqsa shuni bakrak qo'llaymiz emasmi? Muajiratdan shundoq indigenous jadal chiqqandan keyin butun muajiratda bizni indigenous qilib o'tibdi undaq degan shu fikr shu tarafga yig'ib ketgandan keyin eng kuchli odam nima desanglar shu partiyaga kishib partiyaning atrofidagi o'zaro birlashgan shu bir necha masalan yoshlar uyg'ur qurultayiniki deyilgan o'tirg'a chiqqan nimalari hammasi shuni shu g'oyat zo'r bir bundoq cho'ng bir nima oldimizda deb biz lekin u yerga bormadik dehi balkim sizlar indigenous ekansizlar sizlarga hargiz mustaqillik bermaymiz degan yerga tex bormadik shunaqa bormasaqmi biz mustaqil bo'lolmaydi ekanmiz mustaqilligimizni setib yetibdi degan shunaqa cho'ng shu nima o'tirg'a chiqdida bular bu gaplarniki qaydan olinglar anandan keyin shu to'xtamay shu qilib kelayotgan amaliy ishlarni hammasini nol meniki videomda bor birinchi qilgan videolarning ichida boshqalarniki qilgan ishini yaratmaslik ko'zga ilmaslik hurmat qilmaslik hammasi shuning ichidan topiladi man hozir sizlarga anlatayotganim bu nima desanglar shu ekran partiyaning ekranida Fidaylar ekranda so'zlangan emas. Qancha million pul oldi degan gapni yoki nima ish qildi, jig'nash degan gaplarni demay turib, natija e'tiborida epek qanchaqdan Uyg'urlar 49-yil hozir qadar siyosatda hech qanday narsa qolgan bo'ldi. E'tirof qilish kerak buni. Agar qo'lga olgan bo'lsak, bizning kompetitchiligimizni millionlagan qarindoshlarimiz turmada bo'lmaydi. Va bizning chet eldagi siyosatimiz bu qadar Mushunga ishongan gap bizning xalqimiz-ku. Bizni indigenous qilayotgandan keyin Xitoy shuning uchun shu kamplarni qurib bizni qirib etibdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi sababli Uyg'ur erkak qirg'inchiligi yuz beribdi. Shunga ishongan bizning xalq. Ham nima deymiz endi? Bizniki aman anglaplaylar ola. Tartibsiz va boshqa bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni bundaq repetili Turkiyani uncha bo'ladi. Demokratiyada farq etmaymiz, ammo Turkiyaning parlamentida Erdoğan qarshi adamlar o'zining fikrini bayon qila oladi. Hukumat siyosatini e'tiyolaydi va bu Turkiyaning boyligi menima. Agar qarshi fikr qilib qo'ymasam u davlatda qandaqmi gullanishdan, yeni fikrdan ezlash qilsin. Nisbatan imzo faoliyatining taqvid etilishi masalan qanday sababdan taqvid etilgan bo'lsin? Taqvid etish kerak deb qattiq talab qilinib ketsan, aldamaqchimi, yo'qotmoqchimi degan gap bo'ldi. Men hayron qoldim. Sen birdan-bir emas degan gap, sen yo'qol degan gap. Çok yani Dünya Uyghur Kurultayı'nın bediyetinde Uyghur halkına bu indigenous halk kategorisi kirgizip Nurkun Efendi'nin bu şunakçılığında katmışıp oturuşunda o yüzden Xitay'ın aklımıya o talep kılışını ibaret mi abi? Oydağını söyleyeyim mi? Anlayıyorum valla. Anandaki kolektif psika monopoluk edigendeki. Muşini xalqqa ishondirmoqchi qaranglar o'tirg'i chiqib mushunday tashviqotlar. Ham bu tashviqotlarni o'zinglarning tashviqotini nima o'zimniki qanday qo'yib chiqsam uni nima deb arz qilsizlar? Partiyaniki bir arz qilib o'zinglarniki shu tashviqotinglarni, o'zinglarning tashviqotini bir sizlarniki shunday bir xalqning fikr erkinligini to'saydigan ishinglar yo'qmi-ki? Meni to'sayapsizlar-ku, YouTube'ga arz qilsizlar-ku. Nima deb arz qildinglar? Nima qo'rqaysizlar? Mutlaq. Hem biz tamamen müstakillik degan bu gapni devatimiz, ammo biz Dünya Uyghur Kurultayı'nın yoki inglizcha Xitoy hech bir narsa bu gapni ko'mdik. Ham bizning ta'kidlayimiz shu. İngilizce, Twitter'larda, boshqalar bilan uchrashgan yig'inlarda hammasida deb kelyotdi. Hammasida Uyg'ur erkak qirg'inchiligi yuz beryotdi deb kelyotdi. Uyg'ur erkak qirg'inchiligi bilan yuz berish bilan tang Oşuna beraber hem qirg'inchilikni, madaniyat qirg'inchiligi, u qirg'inchilik bo'yicha tillarimizni cheklash hammasi yuz beryotdi. Ammo ishlarni desa, shu o'tirdiki, shu madaniyat qirg'inchiligi deganni kesib oshundoq dedi desanglar, hamma yerda deyotdi. Dunyo Uyg'ur Qurultayiniga kundalik xabarlarga qarasanglar, mana Xitoyniki bizniki vatimiz yuz berayotgan erkak qirg'inchiligi har kundagidek bor. Başqa yerlardagi narsalarni ko'rsanglarmi, shu Twitter'dagi degan gaplari, hashtaglar, bu hammasi Uyg'ur qirg'inchiligi bor. Sizlarniki ma'lumotdek o'tirg'i chiqib mashundoq deyishinglarni ko'rsa, mana Hitler zamonida mashundoq ayni vaqtda shu golden time yaxshi bir necha yil o'tdi. Shundan keyin mumkin iqtisod tuyuqsizlam kasatlashidi. Amerikadagi shu New Yorkdagi shu ko'chisi shu yuz berganligi paychek bozoriga tushib ketishi bilan butun dunyo xarakterlik nacharlik yuz bergan chog'da Hitler o'tirg'i chiqib mashundoq shu fursat bularga.
Şoňlaşyk oturgy çykan şu indigenous jidilimi Şarkı Türkistan Cumhuriyetçiler Partisi üçün bir altın fursat boldy. Amaliyatda sizler tehe onçilik derecede aldyk videodan dedim go. Tehe wagty pişip yetilmegen dep oturgy çykyp şu bayanatlarny berişiňler. Sizler okumaýatsızlar hazır. Okup durup, bilip durup kılyatsızlar yoki bolmasa. Masalan meningdek Dünya Uygur Kurultayı bilen başka her qaysi yaş Otur Asiyadagi halklar, aş halklarning ichidagi qurultay bilen hech qanday munosabati yo'q odamlarmi aş qurultayniki qilayotgan xizmatlarini ko'rsatib bir xil o'zligidan suyunadigan o'zigidan ashundaq bir kayfiyat bor chog'da sizlar o'tirg'i chiqib ma'lumotlar qilishinglar faqat va faqat o'zinglarga qurultay Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi degan shundoq ekan-ku deb o'zinglarni tushirish bu sizlarniki o'zinglarniki qilmoqdagi zalimlarniki qo'llangan dasturiy maketlar zamonida yuz bergan ishlar bor bu. Komiye talep kısmı buluyor elbette. O sizin hakkınız. Siz tırsınız mı buludu mu, ne yapıyorsunuz mu buludu, kandak olsun bu sizin hakkınız. Lakin birinciden siz Uygur halkının vekillik kılınan birden bir güç emas, müstakilliğini talep kılınan nurgun halk var. Halkının köp sanlığı müstakilliğini talep kılanlık için, siz müstakilliğini talep kılanmanız için siz halk vekillik kılanmayısınız birden bir buludu. Siz fakat halkının çünkü avtonomiyaga kişi muhtevası vekillik kılınan adamların vekili olalaysınız. İnsan öz ordunu bilgen çağda ziyaret çıkmaydı uçuyorsun. Yani tümücü desin. Menemen aşpaz, menemen kuruluşçu, menemen yazgıç şairde turvasın sen takçıkıda çöreyiz. Sen kişi bu faaliyetini kılvatman ki ben kişi bu faaliyetini kılvatman da birden bir dakika turvanlar ki çünkü bizim bu yarın müstakillik görüşümüz bakılır ha. Sen özanı yolu beni bak bizim özümüzün yolu mali değiş için biz bu bayanlarını bir... Tamam. Nasislar Partisi'nin oturup çıkıp ençadık kalan işler bilen Mavu Şarkı Türkistan Cumhuriyetçiler Partisi'nin oturup çıkıp ma sözleyen ikrarlar karanlar. Oturup çıkan cidallar karanlar. Bu degan gaplarga şu aklı deymiz. Bunda qırak demem bunu tegi düşünüp ben qanday tushuntirishimni bilmadim. Eğrak gibimni adillik qilay hozircha mushundaq yeni reklamga qilib turay. Mushundaq. Bu men bir yerlerden o tip bağan, özüm yasıvagan, avazlarını özüm kiriştirvagan emas, naq özleriniki materyallarım almışındaq. Muşularını tutuq qılıp nem qılıdı desanlar, xalq hareketi deydigan bir narsa bor. Xalq hareketi hamma zolimlarni ko'rgizgan ishi. Xitoyniki xalq hareketini o'ylab beqinlar shu chog'lardagi masalan madaniyat inqilobi davridagi Xitoy mavzun zamonida oturup çıkıp belki şu bay pomşiklardır, bay dehallarını açıp pomşiklarını düşman kılıp gösterip pipan kıldığın çağlarda şu halk hareketi kozgaydı. Şu çağdaki halk hareketi. Onun başka maketlerini ki maşında halklarını şu tuyuksuz şu hatta 2,5% deyme şu partiyenin ki kollaş nisbeti 2,5% tuyuksuz örlep gidiyordu bu Nasislar Partisi'nin ki. Çünkü nime başka partiyelerine katlık tankıtlaydı. Başka partiyelerine katlık tankıtlayıp hatta şu YouTube'dan ya başka yerden insanlar görüyorlar. Aşında bir xil xalq hareketi. Xalq hareketi desile beşim ağrıydı. Şununla bir movement desilem. O xalq hareketi demekçi boğanlar şu müşten xalq hareketini qozuluşunlar. Xitayga qarşı qozg'ash emas. Mana shundoq indigenous tilni o'tirg'i chiqib xalq hareketi qilib, shu chog'larda shu jidallar chiqqan chog'da, shu tuyuqsiz hatto shu qurultayniki bir xabarlari yoki qurultayning ichidagi odamlarniki bahirlagan narsasi hatto haq mashundoq barmoq bosishdim uchun tuyuqsiz ozlab ketgan. Nemo Hitler zamanında maşında başka partiyalarniki tuyuqsiz tushib ketib, mushu Nasislar Partisi'ninki, uniki Nasislar Partisi'ninki dastlab qurilgan ismi nima o'qidayim? German Social Nationalist Worker Party ma qisqartib aytgan chog'da shu Nasislar Partisi deb ataydi ekan. Ashundaq shakllangan, ashundaq ishlarni o'tirg'i chiqib, ashundaq yan bir zolimlarga o'xshash xalq hareketi qo'zg'aydi. Hozirgi bizniki bu xalq hareketi qo'zg'ab nima ishlar bo'ldi? İmzolar bo'ldi. Indigenous başka işler oldu. Ularniki ichidagi yaxshi qilayotgan odamlar nima? Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi'niki yushurin a'zolari intayin zo'r qo'shyotdi shu jidallarga, shularni ulg'aytishga fursat beradi. Mashunda bir qalayim qanchaliklar yuz bersin-chu. Muloyizlarimga yaxshi diqqat qilib beqinglar, ayni chog'da haqiqiy tarixda yuz berib o'tgan ishlarga diqqat qilib beqinglar ishlarimiz shu shunda. O'zingizki nemisini endi shu ashunaq jidallarni qildi, ekranlarga chiqib tashviqotlarni so'zildi, yandan keyin qana qiladi. Ashuna qiladi. Hech kim bu Hitlerdek undaq ma'lum bir
nemisini için özününki halk hareketini, movementini şundak güçlük. Ta hazır kadar, bugünkü kadar Ketler'ninki belgesi var bu partisiniki Ketler'ler belgesi. Şu maçnak güçlük ikonninki birisi. Bu şunun o'xshashdan diqqat qilsanglar, partiyaniki o'ziniki yilqi ichidagi davlat girbini o'tirg'i chiqarish, davlat girbi deyman, partiyaniki girbi, partiya bayrog'i, partiya girbi deganlarni diqqat qilsanglar, tarixda yuz bergan Mao Hitler'ninki ayinchada qo'llangan birdan xalq harakati qo'zg'ab, butun shundoq yilqi top bilan shu rasm chiqmadi, men qarab qo'yay. YouTube'da chep qaraylikmi? Shu chog'dagi Hitler mazgildagi Hitler yozay. Mana ma'lum o'xshashmada movement bormi? Movement ularniki bayrog'i. Shundoq g'oyat zo'r askar, butun davlat, fuqaro, armiya hammasi shundoq bir xalq harakati movement. Kichik bolalardan tortib uşaq balalarmi mana shundoq Hitler'niki shu nima ishlari. Bu Hitler chiqib shundoq bir ishlar bo'ldi. Partiyasini qurdi, kuchlendi, o'tirdi bir mazgil yo'qolib ketdi, turmaga kirdi, turmadan chiqib kitobini nashr qildirdi, kitobini nashr qildirib yurib, yana bir muncha atrofiga odamlarni to'plab, mediani kontrol qilib, o'ziniki tashviqotni, kuchli tashviqotni nashlab o'tirlab qo'ydi. O'tirg'i chiqib shu, men uning ichidagi qanday burtini o'zgartganligi, selishtirishlarni nima ularga ortiq takror kirmay, yili hozirgacha mushtatida 1 soat bo'lay deb qoldi men so'zligili. Chiqib Nasistlar partiyasining shaklinishi bilan haqiqiy o'tirg'i chiqib shunday powerful bo'lganchi, shu jarayoniga qilgan ishlar bilan Mavo Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasining o'tirg'ida chiqqan zolimlarningki qo'llangan tadbirlarni bir-birlab beshidagi 3 qadamini mangdi. Hozir qaranglar, bu muhojiratga ilib kelgan shu kelgusi ziyonini men sizlarga qaranglar, ish qilib his qil, bir kun his qilib qolasizlar. Deganimdek shu bundan 2 yil burun so'zlagan amdi biroz his qilib ochiq oshkora qo'llashlar o'tirg'i chiqyotdi. Yana 1-2 yillar o'tgan qadar shu joyda rost shundoq ekan deb deyishinglarga mashina vaqtlar ketib qolishi mumkin. Shundoq bo'lsa yana qo'rqmay o'tirib chiqib mashina so'zlagan o'ylaganlarini so'zlab berib qo'y. Tillig'ini tillab, tushangini tushuna. Dedim-ku, qo'qqida kechishimiz qolmadi. Vatan ketibdi qo'ldan, vatanim bo'lmasa, hech narsam bo'lmasa men nimadan qo'rqayman? Ota-onam bilan aloqalashmasam, urug' tuqqanlarim bilan aloqalashmasam, menga nima kerak? Nima yuz obro'y vatansiz? Millatga bo'layotgan, kelayotgan o'sha yushirin ziyonlarni oldini his qilib o'tirib so'zlasam nima desam unda? Ashaq bo'ldi shu. Onlarni ko'rib bekam xalq harakatininki mohiyati, o'zinglarniki o'sha xalq harakatini bir brand your movement deymizmi? İşte partiyaniki girbini o'tirg'a chiqib, anındaki xalq harekatlarini qo'zg'ab, Nasistlar partiyasiniki mazgilda qilayotgan ishlaringlar shularga nima qilib. Ashaqlab bugun shunchalik so'zlab qo'yib turaymi? Alik minut tugab qoldi bu. Shunchalik bo'lsin, taxminan 1 soat so'zlayman deb nima qilgandim. Amaliy misollar bilan, ovozlar bilan hammasini o'tirg'a chiqib qo'shsa bo'ldi shu. O'ziniki qandoq Yevropaga puli yo'q kelganman degan ovozni o'tirg'a chiqargandan tortib, Hitler'ninki mashindaq yonchiqda puli yo'q, do'sti yo'q, Nasistlar partiyasini qanday shakllantirganligi, boshqa zolimlarniki qancha yillar, qancha uzun shu o'ziniki sistemasini barpo qilish uchun qancha yil kuchayganligi. Bu Hitler'ninki bir xatoligi, huge mistake. Texbaq payti pishib yetilmaylan o'tirg'a chiqib, soqchilar tarafidan bostirilib bir mazgil turmada yotganligi. Bundan keyin boshqa zolimlar, ularniki qandoq Stalinniki 7 yil, Saddam Huseynniki 10 yil atrofiga shundoq kuchli bir sistemani barpo qilish uchun shuncha vaqtlar ketgan. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasiga ham 3 yil bo'ldi mana. Sizlar eskimayapsizlar, qancha kuchlanib ketayotganligini, qanchalik yushirin partiya a'zolariniki shu zich nim qilib, o'sha partiya a'zolari o'zaro bir-birini bilishmay, 3 odam birdan deb 3 odam, 4 odam bir guruh qilib shundoq elishtirib, ularniki qurilmasi butun muhojirat ta'minida shundoq bir-birsiga kiralashgan shundoq sistemni barpo qildi. Bu partiyaniki yadrosidagi odamlar hozirgi shu atrofimizda
Şu qurultayga qarshilab baxu. Aşla Yuşurun partiya a'zolari qanday sistem paydo qilib, ayni chog'dagi Xitoyningki suv bo'yida romandagi Sunjang baxu, başniki atamanlarning atrofiga to'plishi. Keyin qanaqa bo'ladi? Sunjang şu 108 atamanni Yangshankaga to'plab keyin podshohga taslim qilib berdi. Bizningki keyingi avlodlarimiz tog'dagi qaroqchilar degan nomni ilib qolmasin deb. Ashta hammasi atrofiga yig'ib bo'lib, oxirida taslim bo'ldi. Xitoy hukumati hozir dunyodagi hamma davlatlarga birdan hamma yerda josuslik qilib o'zinglarga turishlik davlatidagi bo'lgan Uyg'urlarning materialini ta'minlaydi, boshqa josuslik qiladigan odamlarni yollab ishlatib, pul berib ishlatib boshlab qo'yadi. Bizniki bu partiyachi pul berib emas, pul elib Yuşurun partiyasi a'zosi bo'lsang oyda 20 euro chiqara, Ochiq Qashqar partiyasi a'zosi bo'lsang oyda 10 euro chiqara. Qasamni bag'izib pullar mashina pulni oladi. Xitoy hukumati xalqlarga pul berib, $1000dan 500dan Turkiyadagilarga o'tganda ovozli quchurlar bir shikilning oldidan chiqib ketdi bu istixborot. Vatanninki Goboniki odamlarniki qanday odam yolg'onligi, pul da beramsa deydiganligi. Shu Turkiyada Suriyaga yo'llaganligi haqidagi shunaqa Xitoydan Gobondan pul so'rab, pul da beramsa deb shunaqa Xitoy pul berib Uyg'urlarniki uchurlarini to'plasa, Najmiddin Sherif mayada shunday bir sistemni barpo qilib, pul berib emas, pulni elib turib, shunday Xitoyga bir xil arxiv to'plab beradi hozir, shunday sistemni barpo qilyapti hozir. Chet eldagi Xitoy kommunistlarining chet eldagi Uyg'urlarga qurib bergan partiyasi desam, uni qabul qilmasanglar, aynan Xitoycha materiallarni o'tirg'i chiqarib so'zildim. Apa Xo'ja o'xshash hozir qarshi burungi tariximiz hozir yuz beradi deb Apa Xo'ja o'xshash qilgan gaplarni xosiyatli duolar o'tirib chiqib boshqa qiladi. O'zini shu partiya uchun yaratgan, vatanni mustaqil yaratgan deb shu qo'shoqni men yozmadim, u qo'shoqni o'zinglarniki qo'shoqlar ekan. Shu qo'shoqlarni chiqib o'tirib, mana qilgan ishlari. Apa Xo'ja zamonimizdagi shu ishlar qaytadan yuz beradigan deb Apa Xo'ja o'xshatdim. Uyg'ur Sunjang o'xshatgan o'tkir qalamniki u xonim mashina yezibdi. Qanday qilib o'sha ayni vaqtda ota-onalarning shiqqanligi xalq orasidagi hozirgi bizning Uyg'ur xalqimizning orasidagi kuchli kimlar o'ylab yiqinglar. Ovozi kuchli o'tirdi, hammaga tunishib bo'lgan faoliyatchilar. Qaysilari shu partiya tarafda ekan? O'zinglar esqib yiqinglar. Hamda bu Hitler zamonidagi Hitler natsistlar partiyasiningki qurilish jarayonidagi u bo'lib o'tgan ishlarni so'zildim mana. Bu partiyaninki sistema shu o'zining sistemasini barpo qilish jarayonida boshda chet eldan chiqib qana qildik. Surgun hukumatning ichida bir mazgil yurdik. Atrofning muhojiratni tushundi. Andan keyin o'zi rasmiy bir partiya qurib chiqdi. Partiya qurib chiqib andan keyin boshqa tashkilotlarni buzib tashlash menga yetib bergan ovozli gaplari. Shu vaqtlardan tortib his qilibman men dedim faoliyatchilarga, "Voy, mundaq siyosiy o'rganishning kichik mundaq ziyolari bor ekan, hech kim chiqmagan." Partiyani qurib hozir mana xalq harakati qo'zg'ash, shu bayonotlar bor-ku, shu Hitler zamonidagi hammasini qo'shib hozir so'zladim. Zolimlar dasturidagi shu qadamlar bir ikki qadamlarni hozir so'zlayapman. Keyingi qadam degan nima ishlarni qiladi, ham qilib bo'ldi ishlarni sizlarga selishtirib beray. Shuni anglab beringlar. Bugungi programmam shunchalik bo'lsin. Ko'pchilikniki partiya bo'lib, partiya a'zolarininki degan gaplarimni bir sovuqqonlik bilan anglab o'ynab bekishinglarni. Garchi partiya sizlarga ma'qulning gapini anglamanglar, videolarni ko'rmanglar degan tartibdimi? Men sizlarni alayda ko'rib bir anglab bekishinglarni alayda tavsiya qilaman. Andan keyin har qaysi tashkilot, boshqa tashkilot a'zolari bo'lsin, boshqa tashkilotlar bo'lsin, navoda kerak mening degan gaplarimning shunday asosi bor desanglar, sizlar yana jim tursanglar, yana sizlarga ziyon. Men ishdan bo'lmayman. Sizlarga ziyonligini butkul muhojiratdagi xalq to'plamiz qilayotgan ziyonlari o'ylab beqinglar. Shunga bir yerda ko'rsanglar ish bo'lganda barmoq belgisini besib bo'lsin bir ifodanglarni, maydoninglarni, fikringlarni aniq bildirmasanglar, ma partiyaniki ziyoni shunday cho'ng bo'lib ketib boradi deganim shu. Hozir o'zida ko'rayotgan qarindoshlar bor bo'lsin, ustiga qaragan besib qo'yinglar. Ochiq Qashqar bahrimisanglar, hammalar o'zaro bir-biringlarga bahrlab qo'yinglar. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi haqida mulohazalarim yana davomlashadi. Atki mazmunim ya bo'lmasa shu partiyaning inkasini o'qish, ya bo'lmasa
Nurgül Savut xanım aytgandek, şu hazırkı yakındılam yüz bergen tuxum inqilabi dep aptı, men tuxum inqilabi dep alay. Qahramonlarimiz to'g'ri haqida so'zlayman. Tuxum inqilabi. Qani ati bu baxsun. Leksiyalarim yana davomli qo'zg'almoqda. Allohga omonat.